ro'zaning sunnatlari. Suhurluq yeyish, kechiktirib birak eg'iz etish, iftorga aldirash va xurma bilan eg'iz ichish sunnat. Ramazon oyida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergishib saxiy bo'lish, yaxshilik qilish va ko'p sadaqa berish, Qur'onni dars qilish, bo'libmi oxirgi 10 kunda etikobda o'ltirish va ko'p ibodat qilishga tirishish qatorliqlar mustahabdir. Sahihaynda Aisha raziyallohu anhadan rivoyat qilidiki, Ramazonning oxirgi 10 kirsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tambilini ching bog'laydi, kechini ibodat bilan ihyo qiladi va ahlini uyg'otadi. Tambilini ching bog'laydi deb tarjima qilingan ta'birni olimlar ikki ma'noda bayon qilgan. Birinchisi ayollarga yaqinchilik qilmaslik, ikkinchisi ravus puxta tayyorlik qilish va amal ibodatga tirishish. Debdilarki, oxirgi 10 kunda ko'p tirishishning vaji qadr kechisini istashdir. Muxtasar Minhajul Qasidin, İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Og'uz. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.